Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari. Milliy sertifikat Nodir Ismoilov 6-variant 44-savol. Demak, 60 ta mikrosporatid bo'lsa, har bir mikrosporatidda 8 ta spermiy hosil bo'ladi. Ya'ni 480 ta spermiy. Shu 480 ta spermiyning 30% urug'lanishda ishtirok etgan degan. Demak, 144 tasi urug'lanishda ishtirok etgan va 400 da qolgan 300 ayrilgan bo'lsa, 336 tasi qatnashmagan bo'ladi. Demak, qatnashgan va qatnashmaganlar orasidagi farq degan 1920. Bu faqatgina spermiylar soni. Bizda o'simlik noma'lum, xromosom ham noma'lum bo'ladi. 336x ayrilgan 144x bo'lsa 1920, 192x bo'lsa ximiz 10 ga teng bo'ladi. Demak, endi ximiz 10 bo'lsa, gaploid 10 bo'lar ekan. Urug'lanishda ishtirok etgan, aslida aytyapti, qatnashgan spermiyadagi xromosom soni. Demak, 144 edi. Enimiz 10 bo'lsa ko'paytirsak 1440 bo'ladi. Desa, qo'sh urug'lanish natijasida endosperm hujayralar jami xromosom qancha? Demak, enimiz 10 bo'lsa, endosperm esa 3n bo'ladi. Ya'ni 30 ta bo'lar ekan. Demak, bitta urug'ni hosil bo'lishi uchun 72. Demak, 144 ta qatnashgan, 144 ni bo'lamiz. Urug' spermiy bo'lsa, 2 ga bo'lsa, 72 ta urug'ni urug'lantirishda ishtirok etgan. Bitta urug'ni hosil bo'lish uchun 2 ta spermiy bo'lsa, 144 ta spermiy 72 ta urug'dan bo'ladi. Demak, 30 ni 72 ga ko'paytiradigan bo'lsa, 2160 bo'ladi. Javob B siga shu. E'tiboringiz uchun rahmat.